testda chiqmayapti, lekin zadержка homiladorlik belgilari bor. Men homiladorman. Albatta bu juda ham ko'p beriladigan savollardan biri. Testda chiqmaydi, lekin homiladorlik belgisi bo'ladi. Bu juda ham to'g'ri, chunki test har doim ham to'g'ri ko'rsatavermaydi. Chunki testlarning turli xil turi bor. Buni sizlar ajrata olmasligingiz mumkin. Qancha qimmatroq test bo'lsa, shuncha kichkinaroq srokka bilib beradi. Qancha arzon test bo'lsa, shuncha sizni katta srok bo'lganingizni aniqlab beradi. Shuning uchun ham bunga e'tibor berish kerak. Bundan tashqari uni ko'rsatish noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bunaqa holatda birinchi bo'lib sizni ощущениялаringizga qaraysiz. Ya'ni ko'kraklarning uchi og'rishi, oldingi hayzdan ko'ra o'zgacharoq bo'lish, ko'kraklarning kattalashishi, ko'ngil aynishi, bir xil paytda qusish, ilk belgilari bo'lishi mumkin. Qorinni ishishi, qorinda gaz to'planishi, biron bir narsalarga yeyishi oshib ketishi yoki og'zi tahrirlanishi. Shunaqa holatda bo'lsa, biz albatta HGC topshirishimiz kerak. HGCda qarasak, homiladorlik chiqsa, biz uni tekshirib turishimiz kerak. Agar 2 kundan keyin tekshirib turganimizda 2 barobar kattalashayotgan bo'lsa, bizda homila yaxshi rivojlanayotgan bo'ladi. Agar 2 kun, 3 kun o'tganda tekshirib turganingizda atigi 40% ga o'sgan yoki 40% dan kam bo'lsa, bunaqa holatda bola o'smayotgan yoki zadержка o'zgarishlari bor, ya'ni nuqsonlari bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda albatta vrachga murojaat qilishingiz kerak va vrach bilan bu holatni hal qilasiz.